bir kuni sabrimga olib mukofot. Jannatli siylasa meni ham Alloh, xush kelding marhabo ummatim deya qarshi olsangiz aya Rasululloh. Tangrimga yuzlanib duo qilsangiz, yonimda otamu onam bo'lsa so'ng Kavsar suvidan bir hovuch olib bizga tutsangiz aya Rasululloh. Jannatda tillodan bir qasr qursam, iymondan toj kiysam qilmasdan gunoh, bir kuni uyimni nurga to'ldirib qadam qo'ysangiz aya Rasululloh. Bu fani dunyoda nelarni ko'rdim, lek mudom Allohdan izladim panoh. Bir kuni meni ham farzanddek ko'rib duo qilsangiz aya Rasululloh. Bilmadim ko'nglimga Tangrim solgandir, shu niyat tug'ildi qalbimda nogoh. Kun kelib kezgancha jannat bog'larin birga aylansak aya Rasululloh.